Assalomu alaykum, Farg'onalik kanalini kuzatib oluvchi obunachilar. 12-iyunda sanasida shoptolga qiziqqanlar videoni o'tkazib olmanglar. Sababi bugun bizda ochiq dasturxon shoptollarimizni 15 xil navini, ertaki navlarni to'plaganmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Olib keling. Mana shoptollarimiz, xudo xolasa ertakilar. Mana shoptolni bog'i borlar, shoptolga qiziqqanlar videoni o'tkazib olmanglar. Hozir men sizlarga mana shu 12-iyunda sanasigacha pishib tugayotgan shoptollarni birma-bir navlarini aytib o'taman. Ufa, Angeluch. Ertaki sut. Mana mevasi holatini ko'p turibsizlar. Qora qizil bo'ladi, uchi mana shunaqa yumaloq bo'ladi. Zo'r, bu ham erta pishadilar. Belgi narxi 40 ming so'mdan hozir 15 ming so'm, 20 ming so'mgacha hali narxlar tashlagan yo'q. Yaxshi. Xo'sh, bu narximiz mana Pompadour. Mana qoraligi bo'yicha bilish jihatdan bu shoptolni ham 25 ming so'm bog'dan uzilyapti. Pompadour do'stlar, bularni obunachilarimga ilinib bitta-bitta yerdan Luciano. Anja ichida eng zo'ri yiligi ko'p turibsizlar, Anja shoptolining yiligi Luciano hisoblanadi. 50 ming so'm bog'da o'zidan uzilyapti shu shoptoli. Bu yil shoptollar ichida eng kuchligi mana shu yangidan Luciano turibdi do'stlar. Anja, qora qizil. Ichki bozorda ham, tashqi bozorda ham zo'r. Bu donat, do'stlar, donat mana. Luciano bilan donat farqini ko'p turibsizlar. Donat bunaqa yumaloq bo'ladi, Luciano shunday. Ikkalasi ham Angelisi, erta pishadilarda. Angelisilarda o'rta pishar, kech pishadilarda ham ko'p do'stlar. Xo'sh, Samanta. Mana Samanta Angelni yaqinlashib ko'rsatib qo'ying, Ufa bilan farqini. Mana do'stlar. Samanta, Ufa farqiga bog'liqlar. Mana bitta chiziqcha Ufa yumaloq, kulchaga o'xshab o'ttasi. Farqi shunda. Mana xudo xolasa bu Sugartay. Mana Zamich Baxmal ertaki o'ta shirin, yili shoptoli 27 ming so'mdan bog'da o'zidan uzildi. Sugartay. Bu Patagonia. Do'stlar, bilisi shirinligi, erta pisharligi bo'yicha yaxshi sotilgan shoptollardan biri. Bu ham Patagonia do'stlar. Zodiac. Mana do'stlar, Zodiac farqi. Bu Samanta, bu Ufa 3. Mana uchalasi ham Angel, Zamich tukli hisoblanadi. Zodiac, Ufa, Samanta. Ko'p turibsizlar farqini, hammasi boshqa hisoblanadi. Mana farqiga bormaydiganlar Zodiac. Bularni bitta-bitta yiqqanman. Xo'sh, Bretlein. Mana bu ham erta pishar. Iyunda 10gacha hozirgacha pishib tugayapti uji Bretlein. Do'stlar, zo'r. Xo'sh, bu shoptolimiz Big Ben. Qoraligi, shirinligi bo'yicha kecha tashlab o'tdim. Yaxshi shoptoli bu ham. Yaxshi bu ham Big Ben. Bu. Xo'sh, Bodia shoptoli do'stlar, ko'p turibsizlar. Bodiyalar ham zo'r. Mana hozir teran bo'lyapti 20 ming so'mdan bog'dan. Bu shoptolimiz eng ertaki haligi benom shoptolimiz do'stlar. Nomi yo'q, kalibr jihatdan u darajada yirik bo'lmaydi, maydaroq bo'ladi. Mana shoptolning farqini ko'p turibsizlar. Sidilasi ham bu u darajada yirik bo'lmaydi, keyin mazasi ham darajada zo'r bas. Mana do'stlar, xudo xolasa hamma shoptollarni tanishtirib o'tdik. Bugungi chislov 12-iyun sanasida Farg'onalik bog'bon podpischilari uchun maxsus tayinlangan video. Kim qaysidan bog' qiladi? Sot nav tanlashda adashmanglar, sababi hozirgi paytda shoptolning juda yangi sotlar kelgan O'zbekistonga. Hammasi boshqa nav, Samanta, Ufa, Zodiac, Dimadona, Luciano, Donat, juda ko'p navlar, yangi navlar kelgan O'zbekistonga. Xudo xolasa, mashinalardan Farg'onalik bog'bondan xarid qilib sotib olishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar. Ozgina mehnat bilan qo'llab-quvvatlash uchun bitta like bosib, shoptolga qiziqqan do'stlarga jo'natib qo'yamiz.